Mana bolalar ko'tyapti biroz hozir. Clear ko'ramiz. Voy. Boshlandi. Korоче bolalar, bu serialda Survival serial emas, bu hozircha anarxiya ham Survival serialga ham o'xshamabdi. Yetib bitti birat mayli bolalar, men bu serialda operatorman. Ama bolalar voy qo'tyaptim. Hozir sizlar bu serial IP'sini qayerdan topaman desanglar, hozir men ko'rsatib o'taman. Voy. Team Time men bu yerga borib bosilmayapti. İşlamayaptimi? Time clear. Şuramiz. Of kulağım. Mana spamın tipi majburat bilan ochganmiz bu serialni. Kiringlar bolalar. Hozir IP'sini mana shuni qilib qo'ray ko'rsataman sizlarga. Hali yangi, lekin juda ham ko'p narsalar qo'shishga harakat qilamiz. Qatga ketdingiz birat. Mana bolalar, ben bu kelganinglardan mashitdan spam bo'lasizlar. Mana mashitdan. Men bilan o'qinglar. Survival server. Biz bu survival server mana. Bitta mana bor. Electric mine bor. Keyin bitta PvP zona bor. Korоче bolalar, kiringlar bu server yangi bo'lsa ham biz joy qilamiz bu serverni. Mana bolalar, yomg'irni clear qiling. Bolalar bo'lmasa yomg'irda yurib bo'lmayapti. Hey birat, nima bo'siz? IP'sini hozir yozib yuboradilar. Server mana shu chatda yozadilar hozir ishlardan. Server IP'ni yoziboring. Server IP'sini yoziboring. Server IP'sini hozir yozadilar, qarab turing. Mana shunda qaranglar, mana shunda qarab turinglar hozir yozoring birat. Yozoring tez. Okey, nima deb yozdilar? Mana. Mal bola. Mana tepadagi mana Linux tasdiqchi uz.alternos.me bolalar. Albatta kiringlar bolalar. Linux.uz.alternos.me mana ko'rasizlar. Mana shunda yozib chiqibdi. Kirmasanglar bo'lmaydi bolalar. Bu serverda agar meni nomimdan kirgan bo'lsanglar, sizlarga biz kattadir yashin chestga erishganmiz. Shuni topishga bitta belgini beraman hozir. Vallahi tushunmaylar. Mana ko'rdingizlarmi? Mana shunda agar kirsanglar,
sizlar yutib ketishlari mumkin. Agar server qoidalariga rioya qilmasanglar ban olasizlar. Ikkinchi, server kirganda bir-birlarini urib, PvP jonada emas boshqa joyda kirsanglar, shu zahot spektator qilinadi. Ham bu yerda men video olganimda, men videomda qatnashasizlar. Nima deyapti? Server nima? Serverni 1.16 1.5 dan 1.21.1 ga qilasiz. Ertaga kirasizlar, kerak.